$93,000 ga mana shu uchastkani bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi? Tayyor patkulchi holatda High-Tech stilidagi 1.4 sotixli uchastkamiz srochniy sotuvga qo'yilgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, lokatsiyasini tushuntirib beraman. Hovli taraflama ko'rishimiz mumkin. Bitta parkovочный joy va bitta sanuzillarga ega bo'ladi. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz bilan chap qo'lda mana shunaqa chiroyli kuxna joylashgan. Studiya formatida bo'ladi. Holni ko'rishimiz mumkin. Lekin men zinalarga v общем maza qildim. Juda ham o'zgacha terilgan ekan. To'g'ridagi xonamizda bizda katta zal, mehmonxona bo'ladi. Orqa hovliga deraza tashab ketilgan va bu yoqqa qarab yuradigan bo'lsak, bu tarafda bitta umumiy sanuzil joylashgan bo'ladi va to'g'rida kattalar uchun yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, bu yerda ham katta hol va xonalar ketma-ket joylashgan. O'zini terrasasi ham bor. Ko'rib turganingizda o'zgacha mehr bilan qurilgan uchastkamiz. Xonalar birma-bir sarayman. Bu tarafda bitta katta yotoqxonasi alohida o'zini sanuzi bilan birga bo'ladi va undan keyingi xonamiz bu yerda ham xuddi shunaqa katta yotoqxonasi alohida sanuzi bilan birga. Va uni yonida bo'lsa, bitta bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Uchastkamiz полностью теплый pol qilingan. Binoni maydoni 180 kvadrat metr. Manzilimiz Eshonguzordan 2,5 kilometr kirganimizda Qahramon mahallasida joylashgan. Bir yoq taraf Erkin postdan ham xuddi shuncha masofada bo'ladi. Betonkaga juda ham yaqin. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolashib olsangiz bo'ladi.